Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 14-noyabr 2025-yil issiqxonamizdagi Syngenta kompaniyasining to'g'ri tamaddurogalari ekilgan. Bu gibridimizning yutuq tarafi mevalari o'rtacha 220-250 gram atrofida bo'ladi. To'q qizil, qattim, kipriklari juda ham uzun. Eksport uchun eng yaxshi gibridlardan bittasi hisoblanadi. Hozirgi kunda eksport uchun kimdir misolcha dehqonchilik qilayotgan bo'lsa, qo'rqmasdan shu gibridimizni kuzgi mavsumga ham, bahorgi mavsumga ham bemalol ekishligi mumkin. Sinovlardan o'tgan. O'rtacha bu yerda hozir 8-9-gullari gullab turibdi. Mana tepalarini ko'radigan bo'lsak, yutuq tarafi shodalari bir xilda bo'ladi. O'rtacha 5-6 dan meva bo'ladi. Kipriklari uzun bo'ladi, mevalari qattim. Mana umumiy holatni ko'radigan bo'lsak, shunday holatda bugun hozir 3-terim bo'lgan. Shu terimdagi mevalarning ham sifatini sizlarga ko'rsatib o'taman. Eksport uchun, ichki bozor uchun eng idealni, eng zo'r gibridlardan bittasi hisoblanadi. Umuman kamchiligi yo'q mevalarini. Mana maydasi mana shu. Qip-qizil. Har bitta yashini ko'radigan bo'lsa bir xilda. Deyarli kalibrovka bir xil. Kipriklarda umuman nuqson kamchiligi yo'q buni. Ko'rishimiz mumkin, har bittasi bir xil. Bular harida chaynatilgan hammasi. Bemalol yerga ham, gidroponik issiqxonalarga ham ekishni tavsiya berib qolamiz. Issiqxona 3,5-4 gektar joyga ekilgan shu gibridimizda. Menimcha umuman mevalarda kamchilikni ko'rmadik. Hammasi bir xil issiqxonani. Yutuq tarafi mevalar bir xilda yetiladi. Issiqxonani qatiga kirsa ham bir xilda mevalar.